Yigit 30-70. Alloh taolo shunday deydi: Ey odam bolasi, qo'lingni qalbingga qo'y va o'zing uchun istaganingni boshqasi uchun ham istay. Ey odam bolasi, sening tanang zaif, tiling yengil, qalbing esa cherstva. Ey odam bolasi, sening chiqishing o'lim. Shuning uchun unga tayyorlan, uning kelishiga qadar harakat qil. Ey odam bolasi, men sening birortangni ham uning taqdiriga oid belgisiz qilib yaratmadim. Ey odam bolasi, agar men seni ko'rmaslik bilan yaratgan bo'lsam, sen ko'rishga nolayr eding. Agar eshitish qudratidan mahrum qilgan bo'lsam, sen eshitishni xohlar eding. Mening mo'tabar rahmatimning kattaligini angla. Menga shukr qila, neblagodarnim bo'lma. Sen menga qaytib kelasan. Ey odam bolasi, sen o'zingga berilgan narsalarni izlab, qiyinchilikka solinma. Men bergan narsalar o'z vaqtida seni topadi. Sen to'liq olmay qolmaysan. Ey odam bolasi, mening nomim bilan yolg'on qasam aytma. Kim mening nomim bilan yolg'on qasam aytsa, men uni do'zaxga yo'naltiraman. Ey odam bolasi, sen mening rizqimdan taomlanasan. Shuning uchun menga bo'ysin. Ey odam bolasi, ertaga uchun rizq talab qilma. Men sendan ertaga uchun amal talab qilmayman. Ey odam bolasi, men sening kichik amallaringdan rozi bo'lsam, sen katta rizqdan ham norozi bo'lasan. Ey odam bolasi, agar men bu dunyoda kimgadir qoldirgan bo'lsam, uni mening payg'ambarlarimga qoldirgan bo'lardim. Ular o'z qo'llarimni menga bo'ysuntirishga va mening amrlarimni bajarishga chaqirsinlar. Ey odam bolasi, o'lim seni topgunga qadar o'zing uchun yaxshilik qil va hech qachon o'z gunohlaring seni aldamasin. Ular iz qoldiradi. Dunyo va umidlar seni paqayadan tortmasin. Unda sen afsuslanasan. Kech qolganing uchun paqaya qilish foyda bermaydi. Ey odam bolasi, agar sen mening bergan mol dunyangdan mening ulushimni ko'rmay, muhtojlarga berilganini bermaysan, men senga zo'ravon insonni yo'naltiraman. U sendan olib ketadi va senga savob bo'lmaydi. Ey odam bolasi, agar sen mening rahmatimni istasang, unda menga ibodatda sadoqat va matonat ko'rsat. Agar mening azobimdan qo'rqsan, menga oslushmaslikdan himoyalan. Ey odam bolasi, dunyo haqida o'ylaganingda o'limni esla. Gunoh qilayotganda paqayani esla. Mol dunyo topganingda qiyomatda hisob-kitobni esla. Taomlanganda oxirgi ochlikni esla. Nafsing zaiflarni haqorat qilmoqchi bo'lsa, mening qudratimni esla. Agar istasam, uni senga qarata olaman. Bedaga duch kelsan, shu so'zlar bilan yordam so'ra. La havla va la quvvata illa billahil g'aliyil g'azim. Yomondan saqlanish va yaxshilik qilish kuchini faqat ulug' Allohdan olish mumkin. Agar kasallansan, sadoqa bilan davo top. Bedaga duch kelganda ayt: Inna lillahi va inna ilayhi rajigun. Albatta biz Allohgadirmiz va unga qaytamiz.